Vaqtni oqar suvga qiyoslashadi. Haq gap. Yaqindagina 2025-yil boshlangan edi. Yil arafasida yangi rejalar tuzib, 12 oy davomida ularning ijrosini ta'minlashga harakat qildik. Bu yo'lda yelkama-yelka turib mehnat qildik. Ko'pchilik bo'lib qilingan harakatlar besamar ketmaydi albatta. Hash-bash deguncha 2025-yil ham yakuniga yetdi. Yil poyonida amalga oshirilgan ishlarni sarhisob qilish, kelgusidagi rejalarni belgilab olish faoliyat samaradorligiga xizmat qiladi. Mamlakatimizda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarliklarida barcha sohalar qatori diniy ma'rifiy yo'nalishda ham ko'plab xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Butun respublikamizda bo'lgani singari Toshkent viloyatida ham poyoniga yetayotgan yilda diniy ma'rifiy jabhada ko'plab xayrli ishlar qilindi. O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul mutasaddilari hamda Toshkent viloyati bosh imom xatibi Doniyor domla Ikromov boshchiligida viloyatdagi barcha imomlar Haj 2025 ziyoratchilari bilan birgalikda mahallalarga kirib aholi bilan muloqot qilishdi. Yil davomida imom xatiblar va imom noiblarining hojilar bilan birgalikda mahallalarda o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlari soni 2128 tani tashkil etdi. Ushbu tadbirlarda jami 14.050 nafar fuqaro qamrab olindi. Zotan 2025-yil haj mavsumida Arafot vodiysida yangi O'zbekistonning tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari bo'lamiz degan ezgu tashabbus ilgari surilgan edi. Shuningdek, hisobot davrida imomlar o'zlarining vazifalaridan kelib chiqib, 224 ta masjidda tinchlikning qadri, Hanafiy mazhabi namozdagi arkonlar, soxta salafiylik va mazhabsizlikning salbiy oqibatlari, ne'matlarga shukronalik kabi mavzularda peshin va xufton namozlaridan so'ng jami 200 ming nafardan ziyod namozxonga jonli suhbatlar qilib berishdi. 2025-yil davomida imom xatiblar 38.221 marta turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda faol ishtirok etdilar. Xususan, jaholatga qarshi ma'rifat yo'nalishida 2416 marta, ekstremizm va yot g'oyalarga qarshi kurashish bo'yicha 2216 marta, ijtimoiy ko'makka muhtoj shaxslar bilan suhbatlar 3300 marta, missionerlikka qarshi kurashish bo'yicha 1856 marta, huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha 2386 marta, giyohvandlik, psixotrop moddalar iste'moli oqibati va OIDSga qarshi kurashish bo'yicha 2119 marta, jazoni ijro etish muassasalarida 1038 marta, mehnat migrantlari va ularning mutaassib oqimlar ta'siriga tushib qolishining oldini olish, ta'lim, yoshlar va harbiy muassasalardagi tadbirlar 6462 marta, to'y, ma'raka marosimlarini ixchamlashtirish, erta turmushning oldini olish bo'yicha 9035 marta, ijtimoiy tarmoqlardagi tahdidlar va atrof muhit tozaligini saqlash bo'yicha 4340 marta. Yurtimizdagi islohotlarga hamohang tarzda qayta qurilayotgan, yangidan bunyod etilayotgan masjidlarimiz hududlar ko'rkiga ko'rk bo'lib qo'shilmoqda. Hisobot davrida Zangiota tumanidagi Bekbaraka jome masjidi yangidan ochilib, namozxonlarga topshirildi. Yana 3 ta jome masjid ochilish arafasida. Yangidan qurilgan masjidlar soni 6 tani, yangidan qurilgan tahoratxonalar soni 3 tani, kapital ta'mirdan chiqqan masjidlar soni 3 tani, kapital ta'mirdan chiqarilgan tahoratxonalar soni esa 2 tani tashkil etdi. Har kimning sharoiti har xil. Kimdir o'ziga to'q bo'lsa, ayrimlar o'zgalar ko'magiga muhtoj. Ana shunday kishilarga yordam qo'lini cho'zish dinimiz talabi, davlatimiz e'tiboridagi muhim masaladir. 2025-yil davomida moddiy yordam ko'rsatilgan oilalar soni 22596 tani tashkil etdi. Saxovat, muruvvat va mehribonlik uylariga qilingan moddiy yordamlar miqdori 379 million 450 ming so'mni tashkil etdi. Ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarga qilingan moddiy yordamlar miqdori 1 milliard 960 million 430 ming so'mni tashkil etdi. Aholining yordamga muhtoj qatlamiga ko'rsatilgan xayriyalar miqdori esa 9 milliard 484 million 330 ming so'mni tashkil etdi. Yakuniga yetgan yilda O'zbekiston musulmonlari idorasining taqsimot jadvali bo'yicha Toshkent viloyatida faoliyat olib borayotgan 30 nafar tajribali imom xatib respublikamizning olis va chekka tumanlariga borib, juma namozlaridan oldin yurtimizdagi diniy islohotlar natijalari, tinchlik va xotirjamlikning qadri mavzularida ma'vizalar qilib berdilar. Atrof muhitni asrash, hududlarni toza, orasida saqlashga dinimiz targ'ib etadi. Hadislarda hatto qiyomat qoyim bo'lsa ham kishi qo'lidagi ko'chatni o'tqazib qo'yishi aytilgan. Shundan kelib chiqib, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida viloyat imom xatiblari va noiblar 15 ming tutdan ziyod daraxt va 25 ming tutdan ziyod gul ko'chatlari ekishdi.
Zamon bilan hamnafas yashash, o'z ustida tinimsiz ishlash, o'qib o'rganishdan to'xtamaslik kerak. 2025-yilda jami 83 nafar imom-xatib va imom noiblari O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi qoshidagi malaka oshirish markazida o'z bilim va ko'nikmalarini oshirdilar. Sohada amalga oshirilayotgan ishlarni ommaviy axborot vositalarida yoritib borish maqsadga muvofiqdir. 2025-yilda viloyat imom-xatiblari ommaviy axborot vositalarida 949 marta, shu jumladan televideniyada 77 marta, radioda 34 marta, matbuotda 96 marta, ijtimoiy tarmoqlarda 742 marta chiqish qilishdi. Shuningdek, raddiya guruh tomonidan tayyorlangan va tarmoqlarga joylashtirilgan materiallar soni 135 tadir. Sohada amalga oshirilgan xayrli ishlar juda ko'p. Ularning hammasini yoritish imkonsiz. Muhimlarga e'tibor qaratdik xolos. 2026-yilda ham ko'plab ezgu ishlarni amalga oshirishga Alloh taolo barchamizni muvaffaq qilsin.